Nima uchun Wenbang G7 modelimiz eng zo'r kreslolardan biri hisoblanadi? Kelinglar birgalikda har bir xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi va eng muhim xususiyatlardan biri, bu kresloyimiz bokssiz qilib ishlab chiqarilgan, boksi yo'q. Boks o'rniga mana shunaqa katta temir balkalar ishlangan. Bu bizga nima beradi? Katta xirurgik lampa iladigan bo'lsak, kelajakda mikroskoplar o'rnatadigan bo'lsak, kresloyimizni olib qolmaydi yoki liqillab ketmaydi. Ikkinchi asosiy xususiyati, bu yerda patnisi va plevashkalari 180 gradusgacha buriladi. Bu bizga chap va o'ng qo'lda ishlaydigan vrachlarimiz uchun qulaylik yaratib beradi. Uchinchisi boshqaruv paneli. Boshqaruv paneli alohida patnisli boshqaruv paneli bo'lib, juda ham keng qilib ishlab chiqarilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Panel upravleniyasi knopka orqali boshqariladi. 9 tagacha xotira bor, 3 tagacha vrach ishlasa bo'ladi. Bundan tashqari, makinistliklar uchun 6 ta joy ajratilingan. Xohlasanglar peskastroy, xohlasanglar povishayka apparatlarini qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Bundan tashqari, eng katta plus taraflardan bittasi panisini o'zini ham tepaga pastga chiqarsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana shu knopkasi bor. Tepaga va pastga boshqarib foydalansanglar bo'ladi. Bundan tashqari, bu kresloda ikkita patnis bo'ladi. Ikkita patnisda bittasiga fiz dispenser, katta apparatura, notebooklarni qo'yib foydalanasizlar. Ikkinchisiga patsientga yaqin qilib turib, alohida o'zini instrumentlar uchun patnisi ham mavjud. To'rtinchisi lampasi. Bu kresloyimizga biz 12 talik xirurgik lampa o'rnatganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu ayniqsa xirurgiyada ishlaydigan vrachlarimiz uchun juda ham to'g'ri keladi. Tushgan joyi juda ham yoritib beradi. Agar sizlar restavratsiya qilaman desanglar, plomba bilan ishlaydigan vrachlarimiz uchun ham saru svetlari ham bor. Saru svetlarda, ya'ni garachi ranglarda yoritib beradi. Bu plombani qotib qolmasligini ta'minlab beradi. Lampamizni tepasidan balandpast qilsanglar bo'ladi, yarkisini va orqasidan sensor orqali o'chirib, yoqib, chiroqlarga har xil ranglarga o'zgartirsanglar bo'ladi. Beshinchisi, bu kresloyimiz quyma metaldan ishlab chiqarilgan. Bu bizga nima beradi? Og'ir vaznli bemorlar chiqib tushganda qimillab ketmaydi, silkinib ketmaydi. Plus taraflardan bittasi shu. Bundan tashqari, bu kresloyimiz keng qilib ishlab chiqarilgan. Ko'jalari ham eko ko'jadan, eko charmdan ishlab chiqarilgan. Kimga kreslo bo'yicha foydali ma'lumotlar yoki savollar bo'lsa, kommentariyaga yoki direktga murojaat qilinglar. Har biriga birma-bir javob berib o'tamiz.